oyda 3 marta uchrashuv, tadbirkor uchrashuv belgilangan. Shuni mana aprel oyida müşteri belgilangan. Bugun o'tkazib o'tkazamiz. Shunga kimda murojaat bo'lsa, qanaqadir takliflar bo'lsa, bir boshdan ko'rib chiqamiz. Mana Assalomu alaykum. Men shu Yupikdagi mahallasidan keldim. Chorvachilik qilish uchun uyimizda 17 million kredit so'rab keldim. chorva qilish imkoniyatingiz bormi? Bor uyimizda. Xona bor, yer bor. Molni qiynalmaysiz. Katta molmi, mayda shoxmi bor? Katta. Katta molmi? Olasizlar. Uyda mol bormi hozir? Bor. Oy-moy to'lovlari qanday bo'ladi? Oy-moy shu plastikdan karta orqali to'lovlarni qilamiz. Hozir xonadoningizda oy-moy ko'plik beri bormi? Endi chorva olasiz, birdan uni sotib. Ha, turmush o'rtog'im mana To'lashga imkoniyat bor. imkoniyatimiz bor. Molni qo'shimcha daromad sifatida ko'paytirib boqasizlar. Sizmi masalan? Mana shu chorva masalasida keldim. Men bilan katta olishim kerak. Qaysi mahalla? Apagil imkoniyat bor. imkoniyat bor, to'lashga ham imkoniyat bor, boqishga ham hamma sharoit qilingan. Siz hujjatlar topshirasizlar. Bugun topshirsak bo'ladi. O'zini-o'zi band qilgan ma'noga olib keldik. O'zingiz tushuntirganimiz kerak ham hujjatlar. Ha, tushuntirdilar. Bo'ladi.